Har bir erkak kishi 3 ta narsa haqida og'zini ochmasligi kerak. Ya'ni hech kimga gapirmasligi kerak. Birinchisi bu sizning munosabatlaringiz. Bu sizning ayolingiz, oilangiz, qanaqadir shaxsiy narsalaringiz. Bu narsani hech qachon hech kimga aytmang, gapirmang. Janjal bo'lsa janjal demang, yaxshi bo'lsa maqtanmang, yaxshi deb, ayniqsa ommaga olib chiqmang. Bu shunchaki xavfsizlik masalasi. Чисто logichniy tomondan o'ylaydigan bo'lsangiz ham, sizni yaqinlaringiz kimdir ko'rish sizga nevigida. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala nech pul topishingiz haqida. Hamma joyga mana shuncha pul topaman, mana buncha pul topaman, 1 million pulim bor, 10 million pulim bor, yana bir narsam bor. Kerak emas. Tepadagiligi ham yoqmaysiz, pastdagiligi ham yoqmaysiz. 10 million pulingiz bo'lsa yoki qanaqadir qimmat bir 300-400 ming dollarlik mashinangiz bo'lsa, anta o'tirgan mansabdor yoki boshqa birorta shaxs o'ylaydiki, nimaga men deydi, mana shuncha darajada bo'lib turib, mana shu narsani qila olmayman. Meni oyligim bu narsaga yetmaydi. Sizni yoqtirmasligi mumkin. Pastroqda turganlar ham, pastda yurganlar ham hayotdan qiynalib, oddiy bir kun-kunlik